Nimalar bo'lyapti? Afsuski, yana bir yomon yangilik bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Regulation.go.uz saytiga bugun bir qaror loyihasi joylashtirildi. Unga ko'ra, banklar kreditni undirish bo'yicha sudga da'voringizni kiritgandan keyin sudda qarori chiqadigan bo'lsa, sud qarori chiqqandan keyin ham foizlar va peniyalar hisoblanishi to'xtamasligi kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Hozirda qanday? Hozirda siz kredit to'la olmayapsiz. Bank sizdan undirish bo'yicha sudga murojaat qildi va sud qarori chiqdi. Sudda qarori chiqqan kundan boshlab foizlar va peniyalar hisoblanishi to'xtatilar edi. Bu albatta yaxshi amaliyot edi. Hozircha ham shunaqa. Ya'ni siz o'zi to'la olmayapsiz, yana sizga foiz hisoblanishi bu absurd narsa edi. Endi nima ekanmish? Bu banklar manfaatiga zarar keltirayotgan ekanmish. Loyihada shunaqa aytilyapti. To'g'ri, hali bu qaror loyihasi qabul qilingani yo'q, lekin menimcha bu juda noto'g'ri qaror bo'ladi. Ya'ni qo'pol qaytargan bo'lsak, o'lganning ustiga tepish bo'ladi desak ham to'g'ri bo'ladi. Bilmadim, nimalarni o'ylashyapti. Kelinglar, mana shu qarorni o'z kuchida qoldiraylik. O'zi kreditlarimizni foizlarini qanaqa ekanligini hamma biladi-ku, to'g'rimi? Siz bu loyihaga qanaqa fikr bildirasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.